Ko'pchiligimiz yer bizni quyoshdan qanday himoya qilishini, yer yadrosining harorati deyarli quyosh yuzasi bilan teng ekanligini, yer yuzasidagi eng katta cho'l aslida cho'l emasligini yoki bizning sun'iy yo'ldoshimiz asta-sekin sayyoramizdan uzoqlashib borayotganini bilmaymiz. Keling, bugun kanalimizda shu va shunga o'xshash 10 ta hayratlanarli faktlarni ochib beramiz. Ko'pchilikdan dunyodagi eng katta cho'l qaysi deb so'rashsa, albatta ular Sahroyi Kabir deb javob berishadi. Lekin nega eng katta cho'l aslida Sahroyi Kabir emas? Eng katta cho'l aslida bu Antarktida cho'li hisoblanadi. To'g'ri, Antarktidani muz qoplagan. Lekin tushunishimiz kerak. Cho'l deganda faqat issiq joy emas, balki cho'l bu yog'in eng kam yog'adigan hudud degani. Antarktidada esa sovuq bo'lishiga qaramay eng katta cho'l hisoblanadi. Chunki u yerda yillik yog'inlar miqdori deyarli umuman bo'lmaydi, ya'ni juda kam yog'in miqdori bo'ladi. Ko'pchilik yerni mukammal dumaloq deb o'ylaydi, lekin aslida yer to'liq shar emas. U ekvator qismida biroz shishgan, qutblarda esa biroz yassiroq. Yer yuzining taxminan 71% suv bilan qoplangan, lekin shu suvning katta qismi ichishga yaroqsiz. Taxminan 100% suv bor deb olsak, shu suvning 97,5% sho'r suv hisoblanadi. Faqat mana shu 100% dan atiga 2,5% ichishga yaroqli chuchuk suv hisoblanadi. Ya'ni tasavvur qilishimiz mumkin, bu juda va juda oz. Biz bir kunda 24 soat deb o'ylaymiz. To'g'ri, 24 soat. Lekin olimlarning aniq hisob-kitoblariga ko'ra, yerning haqiqiy aylanish vaqti 23 soat 56 minutni taqdim etar emish. Yer ichidagi yadroning harorati taxminan 5000 gradusga yaqin. Bu deyarli quyosh yuzasi haroratiga teng. Bunday issiqlik yonida deyarli har qanday narsa soniyalar ichida yo'q bo'lib ketishi mumkin. Yerning yagona yo'ldoshi Oy va u har yili taxminan 3,8 sm yerdan uzoqlashmoqda. Bu olimlar tomonidan aniqlab o'tildi. Yer quyosh tizimidagi eng zich sayyora hisoblanadi. Bu uning ichida juda og'ir elementlar mavjudligini bildiradi. Yer ichida qattiq elementlar bilan birga suyuq magma ham mavjud. Aynan shu magma tufayli vulqonlar otiladi va zilzilalar yuz beradi. Yer atrofida kuchli magnit maydon mavjud. Bu magnit qalqon bizni kosmikdan keladigan xavfli nurlanishdan himoya qilinadi. Olimlarning hisob-kitobiga ko'ra, yer taxminan hozirgi vaqtdan 4,5 milliard yil oldin paydo bo'lgan. Qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Sizning faolligingiz keyingi videolarning yanada tezroq chiqishini ta'minlab beradi.